konteyner mahsulotidan tom yopish qanchaga tushyapti? Assalomu alaykum akalar. Mana joy 40 metr. Bu joy bo'lsa 55 metr. Va eni qancha edi bu? Endi 20 metr. 20 metrli joy. Ustaka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shunaqa joy yopish, uylarga, ishxonalarga, bizneslarga, balki choyxona, maktab, xullas nimaiki bo'lsa yopib berilaverasizlar. Nimaiki bo'lsa yopib beraveramiz. Joyini ko'rsatsa, razmerini aytsa bo'ldi. Xohlagan stilda yopib beramiz. Xizmatlarning O'zbekiston bo'yicha bo'ladimi? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz aka. Endi Qirg'iziston, Tojikistonlarchi? Kelishilgan holatda, ularga kelishiladi. Kelishilgan holatda. Xo'p, mana shu joy mana svarka bo'layotgan jarayoni ustakalar ishlayapti. Mana pastdagi ko'rayotgan bo'lsangiz, usta ishlayotgan jarayonida. Xo'p, endi qarang, mana shunaqa joyga zakas berdi deylik. Xo'p, bundan tashqari endi odamlarda bitta savol bor-da, tomini ham yopib ketishadimi yo faqat svarka qilishadimi desachi? Tomini ham yopib beramiz. Tunuka desa tunuka, shifr desa shifr yopib beramiz. Ichida bo'ladimi yo kelishiladi? Ichida bo'ladi ham aka, bonus. Bonus xudo xolasa. Ichida qilib beramiz uni. Zo'r. Endi qaranglar, bundan tashqari mana shunaqa joylaring bor-a. Mana o'rtasi nima? Mana ochiq nimaga qo'yib ketilyapti aka? U ochig'i pajarniy xod aka. Pajarniy xod deyiladi mana shu joy. Bularimiz pajarniy xod deyiladi. Katta qilib o'rtasini ochib ketamiz aka. Mana. Pajarniy xodda bilan. Imkon bo'lsa, hali katta ishqozlar bo'lsa, kattaroqni ham qolsa bo'laverar ekan-da. Bo'ladi aka. Vahshiy zo'r-ku. Uni ham kelishsa bo'ladi, kattaroq qilib kattaroqni ham qolsalar ham bo'laverar ekan. Xo'p, aka, endi qarang, mana shu joyga mana uyda egalari svarkani qilganlaridan keyin, xo'p, kirani mana olishi mana ikkinchi etajda turibsiz biz. Ikkinchi etajga, uchinchi etajga olishi sizlardan bo'ladimi, uyda egasidan bo'ladimi? Kiranda olib kelish. Kiranda olib kelish kelishilgan holatda bo'ladi. Masalan biz uzoqroqda bo'lsa, o'tli emasmiz, kiranchilar tanimaymiz boshqa. Kelishilgan holda, uy egasi bilan kelishilgan holda olib kelamiz. Xudo xolasa, uni kelishsa bo'ladi. Kelishamiz uni aka. Demak, endi ko'pchilik so'raydi, buni qanday qo'yasizlar, u bu deydi. Buni qaranglar, mana shu arkasini yasab olingandan keyin bir 50 tam nechta ketsa o'sha metrni qilishadi. Undan keyin o'sha bir kunga kiran chaqirlar, tas qo'yib, svarka qilib oladi, to'g'rimi aka? To'g'ri aka. Endi qarang, undan tashqari, endi o'zi eng ko'p savol nima beriladi aka sizga? Bizga eng ko'p savollaringiz ishlaringiz yaxshimi degan savol. Bu masalan, ko'pchilik buni bilmaydi. Ma'lumoti yo'q, telefon qiladi-da. Telefon qilsa biz ma'lumot beramiz. Aka, xudo xolasa, через natavsan ishlayveramiz aka. Xudo xolasa. Ishlarimiz yo'q, xudo xolasa, inshaalloh javob beramiz. Eng zo'r tarafi mana bunaqa narsani hozirgi kunda oldin mana misol mana shunaqa tomni yopishdan oldin, endi oldingi paytlarda o'rtaga bitta haligi devor urilishi shart bo'lgan. Hozir mana qali shart emas, mana qali 20 metrlik ochiq joy bo'lyapti. Mana shu zo'r yutuq bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, sirazi tomga lom bosangiz bo'laveradi. Ham yo'q bo'laveradi. Mana qaranglar, mana lom bosi ham qilib ketilgan mana. Manaqa ishlar ham bor. Mana shunaqa xizmatlar sizlarda bormi yo bu lombos xizmati ham bor. 30 mingdan 65 minggacha xizmatimiz bor. Lombos boshi kvadrati. Mana shunaqa ishlar ham. Mana shunaqa ishlarimiz aka. Mana 40 metrda videoda boshida aytdik, buni ham mana shunaqa joy bo'lsa, mana 40 metr ishlab chiqarish biznes kimdir oshxona qurgisi kelar, kimdir molxona qurgisi kelar, unaqa kelishsa bo'laveradi. Kelishsa bo'ladi. Ularni qilib beramiz aka. Lombozlarni ham ichida qilib beramiz, xudo xolasa, kelishgan holatda. Endi konteyner mahsulot deyilyapti. Endi keling, dangaliga, chapanasiga o'zimga olgandek qilib so'ray. Bu aka chirishchi degan savol. Buni aka chirish sekinroq bo'ladi. Albatta hamma temir chiriydi. Profil ham chiriydi, ugonli ham hamma chiriydi. Buni chirish sekinroq bo'ladi, chunki nimaga? Kraskasi bor. Ichida ham kraskasi bo'ladi, tashida ham kraskasi bo'ladi. Keyin qaranglar. Kraska xizmatimiz ham bor aka, tepasiga ham kraskasi qilib beraveramiz. Uni kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi uni ham. Kraskasi yapib, chiroyli qilib beramiz. Gruntopkasi o'zi bilan tayyor. Bitta chistovoy sepamiz. Bo'ldi. Endi qaranglar, nimaga kraska? Qaranglar, misol tariqasida tushuntirib ketishimiz kerak. Bir xilgi joylar, misol haligi o'yingohlar qilyapti, haligi nima deydi, gamme o'yinlar qilyapti, ya'ni kompyuter xonalar yoki PlayStationlar qilyapti. Ana shunaqa joylar tepasiga patolog qilmasdan bitta qop bor, tomniga sepib turyapti. O'z dizayni ham zo'r chiqyapti. Keyin ichiga manaqa tomni ustiga vitishkalarni qo'yib ketishyapti, ya'ni konditsionerlarni qo'yib ketishyapti. Vit ham zo'r bo'lyapti, patologga ham pul sarflamayapti. Shuning uchun nima desa bo'ladi? U septirib olganingiz ham yaxshi. Agar yo'q, men tayyor patolog qilaman deb septirmaganingiz ham yaxshi. Ekosiga kelsa bo'laveradi. Kelsa bo'laveradi aka. Stadionlarni ham tomini olib beramiz. Stadionlarga ham kraska sepib, stadionlarni ham chiroyli qilib beraveramiz aka. Stadiondan tashqari endi kelingki, parniy deylik, primerna, endi tushuntirib o'tsam, yo bo'lmasam masjid deylik, yo o'zi qandaydir sklad deylik, yo qandaydir ishxona, nimalardir qilmoqchi bo'lsa, unga ham kelsa bo'ladimi? Kelsa bo'ladi. Temirdan tom qanaqa tom aytsa, stilini ko'rsatsa bo'ldi. Qilib beraverasizlar. O'zi xohlagan stilini ko'rsatsa bo'ldi, qilib beraveramiz aka. Endi qarang, mana joy bor deylik.
Endi meni joyim deylik, mana orqada pustoy joy turibdi deyin aka, ustda aka. Aha. O orqada pustoy. Hali devor urgani yo'q. Ha. Devorsiz ham men ko'rganman, konteyner mahsulotini, ya'ni o'sha oyoqlarini qo'yib, ya'ni ustunga o'xshagan oyoqchalarni qo'yib, nima deyiladi bilmayman, konteynerchilarda ashunday qilib berasizlarmi? Ya'ni hali devorsiz shuni ko'tarib hamma yo'qni qilib berasizlarmi? Qilib beraveramiz aka. Devorsiz ko'tarib, Ha. ustun saroblari bilan qilib beraveramiz aka. Ha. U nimamiz katta skalatlar bo'ladi u. Katta skalatlar eniga 25 metrgacha bez ustun qilib yopib beramiz. Ha. Uni xaladeniy qilaman deydigan bo'lsa, tepasiga sendvich ham yopib beraveramiz aka. Olib kelsa bo'ldi. Olib kelsa bo'ldi. Sendvich ham yopib beramiz. Yonboshiga sendvich qatirib bering desa, yonboshiga ham sendvich qatirib beraveramiz. Va Sendvich qatirishi ozmuncha pul qo'shilib qoladi, kelishilgan holda. Ha, buni ichida emas. Ichida emas. Ozmuncha pul qo'shilib qoladi. Endi qarang, o'zi standart mana shunaqa 1 metr qo'yilyapti, qanaqa qo'yilishi kerak? 1dan 1,5 metrcha qo'yiladi standart aka. Kimga nimasiga qarab? Mana masalan 1 metr qo'ysak, rasxotimiz ko'proq bo'ladi, pulimiz qimmatroq chiqadi. Ha 1,5 qo'ysak, rasxotimiz ozroq bo'ladi, pulimiz arzonroq chiqadi. Xo'p, endi qarang, endi uyda bitta narsani ham to'g'ri tushuninglar, faqat arzoniga tushish shart emas, faqat yana bitta narsasi bor, kelishib qo'yaylik. Shuni bu sifatli basligi. Endi u qancha o'zi hammasi ham sifatli, 1,5 ga endi sal bo'lsa ham qo'polroq, mo'rtroq bo'ladi. Endi oddiy qilib tushuntirganda. 1,5 ham aka ushaydi. 1,5 nimaga? Oddiy holatda tushuntiryapman-da. Ha, 1,5 nimaga? Hozir buni tepasiga lombos qilinadi. Shuning uchun 1 metrga tashlaganmiz. 1,5 ga tashlaymiz, tepasiga lombos qilinmagan holatda 1,5 ga tashlaymiz aka. Ha, bo'ldi, men sizni tushundim. Demak, 1,5 qilishdan sababi lombos bosmaydi hollarga. Bosmaydi. Endi rasxot qilish keragi yo'q. 1,5 ga cho'zib qo'yamiz. Pulidan azroq uyda kelsa ham yaxshi. Ha. Lombos qilmayman desa, 1,5 qo'ysa yaxshi. Farq o'shanda-ding. Men noto'g'ri tushungan ekanman. Yaxshi, tushunib olganim yaxshi bo'ldi. Ya'ni sizlar ham tushunib oldilaring. 1,5 bilan 1 dedim, sababi asli sababi 1 ga qo'yadigan bo'lsangiz, lombos, loy, xullas hamma yo'qda nima qilsangiz ham ko'taradigan bo'ladi, divaynoy bo'ladi. Nimasi bo'lsa, haligi siz aytganingizdek 1,5 lik bo'lsa, unga loy olma, lekin bosh mumkin bo'lmay qoladi. Bo'lmaydi aka. Zo'r. Endi qaranglar, mana shu joy ko'rib turganlaring, hozir bityapti. Xudo xolasa mana shu kunlarda tomini ham yopib beriladi. Uy egasi tom bilan, ya'ni tunika bilan shifrni olib bersa bo'ldi. Qatirib berish xizmati ham shuning ichida bonus aka. Qatirib beramiz. Shifri bilan tunikasini qatirib beramiz. Qaranglar, akalarimiz O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Qirg'iziston, Tojikistonga kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi aka. Telegram yoki WhatsAppdan chiqib olasizlar, Qirg'iziston, Tojikistondan bo'lsa, to'g'rimi? Chiqaveradi aka, chiqaveradi. WhatsAppingiz bor? WhatsApp bor aka. Bor. Qaranglar, mana shunaqa xizmatlar, xohlasalar mana bunaqa xizmatlar va tomda lombos quyish ham xizmatlari bor. Kakras bitta ustakamiz o'zi hamma yo'lda qilib ketyapti. Qoyil, sandwich panel qilib bersangiz, hazır o'z yo'liga-yu. O'sha zavod qurayotgan odam kerak bo'lsa, hamma yo'lda bersa, zavoddan yurgizib o'tiraverar ekansiz. Shunday biznes qilib olaverar ekansiz. Xudo xolasa aka. Noldan hamma yo'lda qilib beryaptilar. Qaranglar, ustunlarni qo'yaptilar, tomlarni qilib beryaptilar, kraskasini sepib beryaptilar, penasini qo'yib beryaptilar, shiprini, tunikasini yopib beryaptilar. Sandwich panel olib bersangiz, devorni ham qurib beryaptilar. Vashshi. Paxtachilikda o'rganib olsa, shunga sekasi ko'p ekan. Albatta, hazil shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Hazil huzur qildik, lekin mana kim mana shunaqa usta o'qitadi, universal usta ekanlar, qoyil qoldi to'g'risi. Hamma ham qilib beravermaydi. Hamma o'zicha tilda vit deydi, misol gapiradi, lekin labizga turadigan kam bo'ladi. Mana usta akamiz hammasini o'z bo'yniga olyapti, ichini qilib beryaptilar. Akalar, mana shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, pastdagi raqamlarda kutamiz. Hazil huzurlarimizga uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.